China Southern aviakompaniyasi har bitta mijozga beriladigan narsalari. Hozir ochib ko'ramiz. Ben boksmanga qiziq. Buni qarang. Ichida nimasi bor ekan? Buni qarang. Har bitta odamga beriladi. Tish yuvish pastasi va shotkasi. Hammasini ko'ramiz endi. Bu ko'z uchun. Maza qilib dam olasiz. Mamnunisi. Mana. Quloqni tozalash uchun, makiyaj yuvish uchun, yana oxirgisi mana bu taroq har bitta odamga beriladi. Taroqdan keyin mana bu narsa. Bu nima uchun deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin juda kerakli narsa bu. Butun dunyoda yagona bo'lgan 2019-yil dengiz yulduzi shaklida qurilgan Pekin aeroportidamiz. Bu aeroportda meni lol qoldirgan narsa tom qismi butunlay elektr panellari bilan jihozlangan. Aeroport 100% sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Bu hattoki sizni shaxsingizni tasdiqlash uchun pasportingiz ham shart emas, kameralar o'zi kimligingizni shaffof ko'rsatadi. Ana endi bitta savol tug'ilyapti. Bu aeroportdan ham chiroyliroq va zamonaviyroq aeroport dunyoyimizda bormi? Agar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Mani so'kmanglar iltimos. Pekinga xuddi bir tandirning ichidan chiqib, salqin joyga tushgandek bo'ldimda. O'zbekiston juda ham issiq, tan olish kerak, lekin bu yoqda hozir yomg'ir yog'yapti. Havo juda ham yoqimli. Shamoli ham zo'r, ham issiq ham emas. Ana endi sizlarga bitta iltimosim bor. Iltimosimdan oldin bitta like bosib qo'ying. Xitoy haqida qanaqa ma'lumotlarni sizlarga yoritib beray. Polniy hammasini erinmasdan kommentariyalarda o'qib chiqaman va video qilamiz. Erinmasdan yozib chiqing hozir o'zida. Kim aytdi xitoyliklar o'zini mashinasida minmaydi deb? Va yana bitta fakt hozir bilib qoldim. Benzinli mashinani bular yomon ko'rar ekan. Sababi yo'l solig'i juda ham qimmat, nomer olish juda ham problema. Hattoki shunaqa joylar borki, benzinli mashina kirishi taqiqlangan. Bu ekologiya jihatidan davlat shunaqa qonun chiqargan. Elektromobillar esa hammasi ham arzon, любой joyga boraveradi va nomer olishi ham problema emas. Agar O'zbekistonda ushbu qonun qo'llansa, nima o'zgarardi? Xitoyda $100 ga iPhone berishyapti. Mana. Mana shu iPhone. Buni qaranglar. $100. $100. Ayo bu Xitoy versiyasi, kameralarni qaranglar. Bu chisti Xitoyniki, shuning uchun narxi ham $100. Qoyilmisizlar? Zo'r lekin. Nima deysiz aka? Ya bu men kelisha olmadim boshida bu bilan. Yo'q, lekin real originaldi. $100. Qoyil. Men bitta yeyman, sen bitta yeysan dedilar, yo'q men yemayman dedim. Давай, go my friend. Go my friend. Lekin which one? No. 1 minute. No, it's big one. Big. It's big. It's good. Chayon yeb ko'ryapti men odam. Qani? Livalli ona. Mana buni hammasi abadan. Buni qarang. Yalla. Voy. The taste? Taste? No. Livalli do'stimiz uchun. Alohida yo'q. Yo'q lekin qoyil yeganning o'ziga keldilar. Agamiz ushbu chayonni hozir yedilar. Doa, eat one. So'rdilar. Eat this. No, thank you. Rahmat. Lekin yeganlaridan keyin narxi o'zgardi. Sotuvchi undan boshqa narx aytyapti. La, решительно $10. $10 buddu. Bu kishi Livandan bloger ekanlar, 35 mingta подписчиклari bor ekan. Boshida meni sal mensimadilar, lekin sizlarni ko'rdilar. Qanchalik ekanliklaringizni agam hayratda qoldilar. O'zbekistonning aktiviga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har biringlarni boringlarga shukr. Mana biznes sizlarga, mana. Ko'rganmisizlar shunaqasida? Men faqat Dubayda bor debman bunaqa narsa. Astagfirulloh. Boshlangan mana shu yoqda. Oxirigacha mana shu ko'chada shunaqa narsalar tashab ketishgan. Oybek aka. Choping aka. Telefon qilmang yana. Yo'q, men olganimni ham ko'rdingizmi? Mana $150 ana shu kuchu. Voy, qoyillik, juda chiroyli ekan. Olib ketamizmi aka O'zbekistonga?
Ha, hozir O'zbekiston bilan gaplashib oling. Qoyil lekin $150. Mana bu haqiqiy sichqon. Sichqon sotilyapti. Narxi nech pul deysizlarmi? $15 ekan. $15 sichqon olarmi deylar. Mana shuncha odam hozirda Xitoyda juma namozidan chiqib, asta-sekin qaytyapti. Masjidda cheklovlar bor albatta. Cheklovlar qanaqa desangiz agar 18 yoshdan past bo'lsangiz agar kirgizishmaydi, katta ehtimol shunaqa deyishganda, lekin bolalar kirib namoz o'qib chiqayotganiga guvoh bo'ldim o'zim va kirayotganda pasport bilan polniy tekshiruv bilan kirgizishadi deydi. Unaqa narsa ham ko'rmadim. Oxirgisi bu narsa haqiqat ekan. Faqat 5 mahal namoz vaqtida masjid yarim soat ochiq bo'lar ekan, boshqa paytlar yopiq bo'lar ekan. Bu ayni haqiqat ekan. Shunaqa gaplar foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like. Yo, men bu o'yinlarni qaranglar qanaqa. Mana bu shariklarni stakanga tushirish kerak. Stakanga tushirsa ichida pullar bor. Ko'ryapsizlar? O'ynab ko'rarmidinglar? Mana boshladi. Ana shunga ot kiradi. Ey! Qani? Yo, bu ham kirmadi. Voy, sal qoldi, ichiga kirib chiqib ketdi. Yo'q, lekin Xitoyda haqiqatan ham zerikmaysiz. Buni qarang, qanaqa atmosfera. Sanga bitta futbolka olib beraman. Yo'q, urushmaman bilan. Men tushunmayman bularga bir kiyim olib bersammikan. Butun bozorga aylanasiz bozorda. Polni hammasi mana shuda kiyimsiz yuradi. 200 qilib beraman deyapti, men robot. 200 ga mana shu robot. O'yla. Va boshini ochyapti. Kolonkasi bor ekan, ha. Mana bu $10 ekan. 130 ming so'm, 120 ming so'm. Mana bu 300 ming so'm, mana bu 120 ming so'm. Pultlarni qaranglar. Qo'yilmisizlar, narxlar juda arzon. Lekin aka, sanga bitta futbolka olib beraman. Yo'q, urushmaman bilan. Mana bular 25 yuandan ekan. Bu nar borsaga shu $3 atrofida bo'lyapti. Lekin aynan shu labubuni tekinga bersalar ham olmasdim to'g'risi. Sizchi? Sababini ham kommentariyada birdan yozing. Internetda har xil gap so'zlar ko'rdim. Shuning uchun ko'nglim qoldi bunaqa o'yinchoqlardan. Mana shu videoda e'tibor bilan qaranglar, nimadir nitoda. Nitto narsani bitta topinglar. 3 sekund vaqt beraman. 1, 2, 3. Topolmadinglar. Hamma narsa e'tibor beringlar, teskari terilgan. Mana hammasi. Ko'ryapsizlar, mana tepadagi qatorda ham hammasi teskari terilgan. Mana pastga qarasak ham hamma ham teskari terilgan. Ana endi savol, nimaga hamma mana shunaqa banachniy narsalar teskari terilgan? Men rostdan bilmayman sababini. Agar biladiganlar bo'lsa agar kommentariyada yozib qoldiringlar. Juda ham qiziqda menga. Sizlarga ham menimcha qiziq deb o'ylayman. Aynan shu shaytonchaning orqasidan odamlar millioner bo'lib ketishyapti dollar bilan. Buni narxi umuman arzimaydigan narx turadi Xitoyda, lekin mana bunaqa mahsulotlarni olishdan ko'ra bu yoqda millionlab tovarlar bor va bundan ham zo'rroq foyda olsanglar bo'ladi. Cho'sha. Voy, Qatnashsang bo'ladi do'st. Pasha. mana buni qaranglar, yotyapti. Davay yana. Have English. Mana buni qaranglar. Ortidan tutuni ham chiqyapti. Davay, bir krug ber. Voy. Narxi $30 atrofida ekan. O'zbekistonga olib borsak agar necha pulga sotsak bo'ladi ushbu mahsulotni. Mana shu voqea O'zbekistonda bo'lganda nima bo'lardi? Yo'lni boshida turib, odamni olib, orqasida mana mashinalar kutib turibdi. Qarang, yo'lni o'rtasida turibdi. Farqi yo'q, yana telefon chiqarib o'tiribdi. Yo'q, lekin bularga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aka, yaxshi bo'layaptimi biznes? Yo'q, mana kutib turibdi. Ha, orqasidan ham mashina kelyapti. E'tibor beringlar, bitta ham signal yo'q. Yana o'sha savolga qaytaman. Agar O'zbekistonda taksilarimiz shunaqa qilishganda nima bo'lardi? Voy, mana buni qaranglar. Qiziq narsa ekan-a. Xuddi shu narsani o'zini O'zbekiston bozoriga kirgizib, shunaqa katta soqqa qilsa bo'ladi. Agar ushbu biznes qiziq bo'lsa, agar kommentariyada plus qoldiring. Bu cho'chqa emasmi? Cho'chqa go'shti bu. Voy, aka yetmaysizmi? Tog'a qildim. Keling, men sizga Toshkentda hali qilinmagan bizneslarni ko'rsataman. Hammasi haqiqiy-da. Mana buni qaranglar-da. Bu men bu desertlar meni lol qoldirdi. Xullas, biznes egalari bo'lsa,
Именно restoraningizni оформленияsi, oddiy misol Safiya bor Toshkentda. Mana mana shu narsalarni ishlatsanglar agar shunaqa zo'r effekt beradi. Devorlarga yopishtirib chiqsangiz ham bo'ladi-da. Mana buni ham qarang. O'zbekistonda haqiqatdan ham hali hech kim qilmagan, 100% originalga o'xshaydi. Haqiqiyda tishlab yeganingiz keladi. Ko'ryapsizmi? Akamni o'zlariga murojaat qilasizlar. O'zbekistongacha polniy dastavkasi shu odam bo'yinlarida. Yo sizlar bunaqa narxdagi basenni 100% ko'rmagansizlar. Men kallamga sig'mayapti. Bundan aka hozir olsak bo'ladimi? Men o'zim biznes qilmoqchiman. Optimga olsak bo'ladi. Yo bitta sezonda 100% bitta 3 xonali kvartiraning puli chiqadi-da. Taxmin qilib ko'rdinglarmi nech pulligini? 15 ming so'mman shu basen. Narxga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar shu narsa bilan biznes qilaman desanglar, Nexus logistika kompaniyasiga murojaat qilasizlar. Yo'q, mana bu ayollarimiz uchun zo'r biznes ekan, aka. Shunaqa. Donasini 1600 so'mdan olsa, deylik, borgancha nech pul bo'ladi? Bular kilosiga o'tadi. 1 kiloda nechta bo'lishini hisob olib. Ha, bo'lmasa agar kiloga o'tsa agar, значит, ustiga nari borsa keling 1000 so'mdan minar ekanda. Men uchuncha ham minmasa kerak. Minmaydi. Hozir donasi 1600 so'mdan bo'lsa 2000 so'mdan tushsa agar, biz ham bozorda mana bu narsalar nech puldan sotilyapti? Men o'ylashim bo'yicha kamida 10 ming so'mdan sotsa bo'ladi-da. Bittasini sotib bir pochka pulni ishlaysiz xullas. Yo, men bu biznesni qilsangiz, rosa lekin yaxshi pul ishlaysiz. O'zim ham farzandimga mana bu narsani olaman. Bizda 35 ming so'm narxi. Bu yerda nech pul bitta bilib bering? 你好，这是多少钱？一包是多少钱？一包2块钱。 Mana shu turishi 2 yuan ekan. 2 yuan? Bitta korobkada 12 ta bo'lar ekan. 2 yuan 4000 so'm bo'lyaptimi shunda? Nari borsa? 2 yuanis yarim dollarga bormaydi. Tak, qarang bo'lmasa. To'xtaylik, hozir hisob kitob qilamiz. Mana shu ichida 12 ta bo'lsa agar, mana qarang. 3 dollar 40 ming so'mga 12 tasini olasiz. Donasi 35 ming so'mdan bo'lsa agar, xarajati bilan ikkitasini sotsa 70 ming so'mga tushadi, to'g'rimi? 40 minglik narsa. Shunaqa. Ikkitasini sotsangiz agar 10 tasini sotib maza qilasiz, hammasi foyda. Mana bu sun'iy intellekt bilan perevod qiladigan perevodchik ekan. Bitta narxini so'rab bering. Tashqariga chiqaylik, men narsani sizga tushuntirib beraman. Tinchlikmi aka? Nimaga? Har bir mahsulotni o'zini sotiladigan shaharlari bor. Ha. Bunaqa texnikalarni IUdan qidirmagan yaxshi. Yo'q, qimmatmi bu yoqda? Bu yoqda narxlar Qaysi shahar yaxshi? Aksessuar uchun. Guanzhou yoki Shenzhen tomonda. Ha, tushunarli. Siz o'zingiz qaysi sohada biznes yuritasiz? Sohangizni kommentariyada yozib qoldiring. To'liqroq informatsiya kerak bo'lsa, akamizga aloqaga chiqing. Mana bunaqa chimadan ko'rganmisizlar? Bitta haydab ko'rsating o'zingiz opa. Qara, mana qaranglar. Bozorda majlis qilib yuradilar. Zo'r ekan. Bax keling ko'rsatyaptilar. O, orqaga ham borar ekan. Voy eshak, mana buni qaranglar. Zo'r ekan. Bitta haydab ko'ray aka. Ketdi. Nima deysizlar? Chimadan bilan mana yuribmiz. Nech pul ekan bitta narxini so'raylik. Nech pul ekan? Bu qorinjonligi ochib yurganlarga gap yo'q. Narxini bitta so'ray, narxini. O'zi sotar ekan bu narsalarni. Nech pul ekan? Bu是多少？这个2000多，2400。 2400 yuan ekan. Bu eski modellar ekan, yangi bor ekan do'konda. 2400 yuan bilishlaringiz uchun 40 dollar atrofidami? 400 dollar atrofidami? 300 dollardan oshiqroq. 300 dollardan oshiqroq ekan. Zo'r. O'yinchoqlar ekan. Mana, pul bilan akamiz upravleniya qilyaptilar. Mana reklama, savdoda haqqoniy, mana reklama mana shunaqa bo'lishi kerak. Hozir narxini bitta bilib aytamiz. 10 dollar? 10 dollar ekan mana shu narsa. Nima deysizlar, narxga arziydimi? Biznes qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa agar, akamizga murojaat qilasizlar, kommentariyada pul qoldiring. Shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Vo. Texnologiyalarni qaranglar. Narxi atiga 20 dollar ekan. O shamolni zo'r berar ekan lekin. Qara akamizga berdi, ishlatib ko'rdik. Narxi atiga 20 dollar ekan. Kimga kerak bo'lsa, plyus yozinglar. Akamiz asab qilib yuboradilar. Lekin kolичествоsi juda ham katta kerak. Mana bu kamerani qaranglar-da, bunaqasini 100% ko'rmagansizlar. Opan rasmiga olamiz. 3 sekund davomida hozir rasm chiqaradi. Ungacha bitta narxini so'rang-da. Voy. Mana. Qani? Voy, mana buni qaranglar. Bu bolachalaringizga olib bersanglar borib, har kuni bir rasm olib yuradi-da. Nech pul ekan? 80 yuan. 80 yuan 11 dollar. Tak, 11 dollar 130-140 ming atrofida bo'ladi. Nech puldan o'zim marketda sotsa bo'ladi ushbu mahsulotni? Kommentariyada yozing.
Agar kimga shunaqa narsa kerak bo'lsa agar katta partiyada olsanglar bundan ham arzonroq tushadi, bang'alatib sotadilar. Nexus kompaniyasi logistika bo'yicha любой yordaminglarni sizlarga qiladilar. Xitoydagi eng katta supermarketlardan biridamiz. Mana buni qaranglar-da, baliq o'lib yotibdi, ani ham o'lgan. Mana shu o'lgan baliqlarni olib yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Meni fikrimcha lekin yesa bo'ladi. Yana o'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozinglar. Rosa katta joy ekanligi, odamni qaranglar ko'pligini. Mana sizlarga savdo. Bodringlarni qaranglar. Bu ximikat emas ekan, shunaqa tur ekan. Mana bunisi esa xuddi o'zimizning bodringlarimizdek. Ko'ryapsizlarmi? Yo'qda yana bitta narsani ko'rsatdim. Baqlajon. Baqlajon ham mana. Mana shunaqa bo'larkan. Qaruzlari ana u tomonda, juda kichkina, e'tibor beringlar. Mana shu qaruzlari. Juda kichkina. Xullas, noodatiy narsalar juda ko'p ekan bozorini. Zooparkda ko'rgansizlar ilonni. Bolakay qaranglar nima qilyapti. Voy, onasini yemsin. O'ynashini qaranglar buni, qo'rqmaydi ham. Qani yelkani? Ham bola ilon bilanchi. Voy, ko'rganmisizlar? Sizlar faqat zooparkda ko'rgan. Bunisini qarang. Buni qarang. O, давай. Chiq. Qani? Bitta. Men o'zim ham qo'rqaman, lekin men bolam qaranglar nima qilyapti. Ustimga tashlab yubormasin yana hozir olib. Yo'q, bu yoqda ilonlar sotilyapti. Shu ishlar uchun. Qoyil lekin. Bu haqiqiy ilon, men bu hozir olaman qo'limga deyapti, lekin o'lgidek qo'rqadi ilondan. Qani? Bu o'zini ochyapti. Qani? Kezga. Riskovat qilmang. Voy. Qara. Voy, bu ilonni qarang. Yo'q. O'ldirib oling birdan aka. Yo'q. Buni qaranglar. Bo'ldim. Voy, shuncha risk qildim. Bitta like bilan podpiska bosinglar. Men ilondan qo'rqadigan odamman. Qo'llab qo'ymabsizmi? Qo'llab qo'ymabsizmi? Men ham yoshligimda shunaqa ilonlarni olib, shu yoqdan bu yoqqa olib yurib boqardim uyda. O'zimga olay. To'xtang, biz joylarni ko'ramiz dedik bu yoqlarni. Ey ilon. Mana shu avtomatni qaranglar qanaqa otadi. Buni qaranglar. Shuni ko'rishinglar uchun. Ko'ryapsizlarmi? Putyam bozoridamiz. Mana bunaqa o'yinchoqlarning koni. Agar siz biznesmen bo'lsangiz va o'yinchoqlar bilan biznes qilmoqchi bo'lsangiz, Nexus logistik kompaniyasiga murojaat qiling va O'zbekistongacha sizlarga eksport qilib berishadi. Ushbu tovar bilan siz millioner bo'lishingiz hech gap emas. Mana shu tovar hamma biladi, uzun marketda 150-200 ming so'mdan sotiladi. Xitoyda bo'lsa, optim narxi qancha dedingiz? 7,5. 7,5 yuan $1. $1 ga olasiz, $1,5 deng borishi bilan bemalol 100 ming so'mdan sotsangiz agar shunaqa zo'r kolичествоda sotasiz, ishoning. Har xil razmerlari bor. Bundan yana kichikroq ham bor, bundan ham arzon narx. Kattaroqlari o'z razmeriga qarab narxi oshaveradi. Eng kattasi mana bular. Ushbu videoni biznes qilaman degan o'rtog'ingizga tashlab qo'ying. Agar shunaqa arzon narxda sotsa agar o'zim biznesini reklama qilib beraman. Dron olmoqchimiz hozir, qaranglar. Kamerasini sifati men bu. Bitta buni uchir aka. O'zbekcha, tojikcha, xitoyliklarga polni o'rgataman. Qaranglar. Mana. Oybek aka nima deysiz? Redmi de ekan lekin. $50 mi? $50 ekan men bu. Xullas zo'r ekan. Thank you my friend. Biz bir kunlarda kelamiz. Faqat ayollar uchun. Sizlarni qiziqtirgan mana o'sha zreylar, har xil uzur-puzurlar, bijuteriyalar xullas. Bu yoqda tan narxini aytolmayman, 1000 bor uzr, lekin sizlar ko'chadan olayotgan narxlarda kamida bir 20 barobar arzonroq desam ham bo'ladi. Xullas, ushbu biznesni uyda o'tirib, xo'jayingizga ushbu videoni tashlab qo'ying. Akamiz tarjimonlik xizmatdalar kelib, polностью mana shu tovarlarni sizlar uyda o'tirganingizda onlayn bu kishi olib O'zbekistonga sizga jo'natib yuboradilar. Va siz uzun market, Wildberries har xil programmalar bilan ishlab ushbu tovarlarni sotsangiz bo'ladi. Mana bularni hozirgi kunda
O'zbekistondagi narxi kamida 100 ming, 180 ming, birga bir-biridan sakraydi-ku. Bo'lishi mumkin 50 mingdan. Lekin bu yoqdagi narxini taxmin qilib bitta kommentariyada yozing. Sizni taxminingizdan ham arzon bo'lib chiqishi mumkin. Xitoyda pravani aka pora berib olib bo'ladimi hozirgi kunda? Hozirgi paytda iloji yo'q deb eshitganman. Olish uchun qancha xarajat ketadi, biladiganingizni ayting va qancha test berishadi? Testi 100 ta test tushadi. Xuddi biznikidek ekan, xo'p. Ha, rasxodini aniq eslolmayman hozir. Ancha yil oldin tanish xitoyliklar bilan gaplashganda 10 ming yuan atrofida deb aytishgan edi. 10 ming yuan bu dollarda 1300, 1400 dollar. 1300-1400 dollar bo'lsa, bizada bilmadim lekin qancha ekan. Kommentariyada yozinglar, bizada pravo olish nech pul hozirgi kunda? Xitoyda arzonmi, bizadami? Shunisi qiziq.